mana hozir ko'rayotgan bo'lsanglar yana tiyildi telefonlar. Mana juda ko'p. Endi sizlarga qisqasini aytsam, men o'rgatayotganim qanaqa tayyorlanadi deyishyapti. Endi ko'p odamlar mana Instagramga kirib aytishyapti, yozyapti. Iloji bo'lsa yozmanglar, galashoyda audio xabar jo'natsanglar, men shunga qaraman. Lekin bitta o'qishga men uspit qila olmayman. Savolga javob qilaman, o'rgataman. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Xudo xolasa oltinlar qo'lingizda bo'ladi. Omadingiz bo'lsa, Alloh kuch-quvvat bersin. Lekin bunaqa telefonlarni ishimga bermanglar. Boyliklar qo'llaringizda. Qiynaman. Qaysi chet mamlakatdan kelib, o'zim O'zbekistondan toshib ketyapti. Iloji bo'lsa bermanglar. Xalqim, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, men qilolmayman ham. Allohdan yoshintirmaganman, bandadan ham yoshintirmayman, qo'limdan kelgancha o'rgataman sizlarga. Mana hozir O'rgatchi rayoni ketyapti, mana sizlarga mana oddiy banka, mana banka, oddiy banka. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana stakan o'tgan safar ham ko'rsatuvdi, mana litrovka. Ko'ryapsizmi? Mana prix vodorod, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, aptekalarda bo'ladi, 2000 turadi bu narxi. Ko'ryapsizlarmi? 2000 turadi. Qancha bu bankada mana shunaqa platani tayyorlasangiz, masalan tayyorlamoqchi bo'lsangiz, mana shu holatda bo'lsa kerak-da, chiqadigan bo'lishi kerak. Bundan 4 ta tayyorlaysiz. Hozir men sizlarga o'rgataman. Qarab turib, e'tibor berib turinglar. Keyin mana limonning kislota, mana ko'ryapsizlar, 50 grammlik. Ko'ryapsizlar, o'tgan safar qanaqa bo'ladi deydi. Mana limon, mana bu ham limonning kislota. Bunda kam lekin, bunda kam. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bunda kam. Mana yaqinroq borib men ko'ryapman, bunda kam. Bunda 50 gram, mana yozib qo'yibdi 50 gram. Bunda kam, 15 grammi shunday chiqadi. Juda kam. Bu yaxshi emas, bo'lmaydi. Kamroqda, qisqasini aytsam. Ana endi briketdan mana shuni ikkita qo'ydim. Mana ko'ryapsizlar. Mana yotqizib qo'yay. Iloji olmam bitta qo'limda telefonda, shuncha ilojim bo'lmayapti. Xudo xolasa kattaroq narsa qilamiz, video qilamiz, kattaroq apparatura. Keyin mana tuz bu. Ovqatga solinadigan tuz, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, tuz.